o'tgan zamonlar ayol bo'lganmidi? Rahbar, deputat bo'lganmi? Tadbirkor bo'lganmi senlar? Davramizning markaziga O'mariz jamoasidan kiritamiz. Marhamat. Qani bir ko'rsatib qo'yaylik, bellashishni bir o'rgatib qo'yaylik. Hay qizlar, biroz shoshmay turaylik. Avval Besh var. Qaysi qizning otasi yo'q, onasi yo'q, bobosi yo'q. Vaqt keldi bir narsa. darsga kelmayapti. Sinf rahbari uni aniqlasa, u ishlayotganligi ma'lum bo'ldi. Shu vaziyatni 5 minutda ko'rsatib beringlar, bolani ta'limga jalb beringlar. Qaysi hujjat bular? Shunaqa fidoyi, shijoatli o'qituvchilarimiz bilan albatta marralar zavq qilamiz. Demak, bugungi tadbirimizda birinchi o'rinni O'mariz jamoasi 71 ball bilan, Birinchi o'rinni ikkinchi o'rin boshlang'ich ta'lim 70 ball bilan, qarsiylar olqishlash bilan barcha ishtirokchilarga va tomoshabinlarga kattakon rahmat deb qo'yaman.